Birinchi muallim. Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov qalamiga mansub qissa ilk bor 1961-yil qirg'iz tilida chop etilgan. Qissa dastlab xalq muallimi haqida ballada deb nomlangan. 1962-yil muallifning o'zi Dmitriyeva bilan qilgan ruscha tarjimasi chop etilgan. Qissada ta'lim-tarbiyaning Qirg'izistonning olis qishloqlarida yetib borish haqida so'z yuritiladi. Birinchi muallim Aytmatovning eng taniqli asarlaridan biri bo'lib, bir necha tilga tarjima qilingan. Rejissyor Andrey Konchalovskiy 1965-yil qissa asosida Birinchi muallim filmini suratga olgan. Qissa ilk bor 1962-yil chop etilgan. Asarni o'zbek tiliga Zaynab hamda Asl Rashidovlar tarjima qilgan. Adibning birinchi muallimi qissasi qahramonlari ham oddiy mehnatkash, vatanparvar insonlar sanaladi. Unda bir qancha qiyinchiliklarga duch kelgan, uni mardonavor yenggan matonatli muallim Dushen orqali fidokor insonlar hayoti ochib berilgan. Qissa tabiat tasviri bilan boshlanadi. Chingiz Aytmatov asarlaridagi obrazlari xalqdan olingan edi. Yillar o'tsa-da asar g'oyasi eskirmaydi. O'qiganing sari o'qiging kelaveradi. Chingiz Aytmatov birinchi muallim qissasida Oltin, Dushen kabi qahramonlarning ichki dunyosi, xarakterlari, ularning yangilik uchun kurashlarini haqqoniylik va yorqinlik bilan tasvir eta oldi. Qissani takror o'qigan sari uning yangi qirralari ochilaveradi. Asar yoshlarimizni kamol topishida katta ahamiyatga ega.